Assalomu alaykum hammaga. Bizda navbatdagi grammatik qo'shimcha bu nima? L bilan, ya'ni R bilan tugaydigan noto'g'ri fe'llar. Shu paytgacha biz P bilan tugaydigan, T bilan tugaydigan, mana endi R bilan tugaydigan noto'g'ri fe'llarni o'rganyapmiz. E'tibor beramiz. Bu fe'llar oxiri R bilan tugaydi va ulardan keyin 3 ta harf. E'tibor bering shu joyiga. N, P, S qo'shimchalari, ya'ni mana bu harflar bilan boshlanadigan qo'shimchalar qo'shilsa, R harfi tushib ketadi. Ya'ni ildizdagi R harfi yo'qoladi. Buni misollarda ko'ramiz. Birinchisi, N harfi bilan boshlanuvchi hozirgi zamon sifatlovchi shakli qo'shiladigan bo'lsa, R harfi tushishi holatini ko'rib chiqamiz. Masalan, salda yashamoq, sanin go'shiyo bo'lsa, yashaydigan joyim bu degan ma'noda o'sha joyda N bilan boshlanuvchi grammatik qo'shimcha qo'shilganligi uchun R tushib qoldi. Ikkinchisi palda sotmoq. Panin saram bo'lsa, sotayotgan odam. Yo'lda bu ochmoq degani, yo'nin saram bo'ladigan bo'lsa, ochilayotgan, yo'nin mun bo'lsa, mun eshik degani, yo'nin mun bu ochilayotgan eshik. Mandilda yasamoq degani R bilan tugayapti. Mandin imshik bo'lsa, bu aslida mandilda yasamoq, tayyorlamoq degan ma'nolari bor va mandin imshik yasalgan ovqat emas, tayyorlangan ovqat deb tarjima qilinadi. Xo'p, ikkinchi holat P bilan boshlanuvchi grammatik qo'shimcha, ya'ni hozirgi zamon rasmiy shakli qo'shimchasi P-ni qo'shganimizda qanday o'zgarish bo'ladi? Salda so'zi, yana yashamoq, Seoulre samnida, Seulda yashayman. Palda Kvayril pamnida, meva sotaman. Mandilda bu tayyorlamoq. Chega keykiril mandimnida bo'lsa, men tort tayyorlayman. Endi biz 3-holat S bilan boshlanuvchi grammatik qo'shimchaga keldik. Bu buyruq yasovchi qo'shimcha seyo edi. Misollarda ko'ramiz. Yo'lda ochmoq. Masalan, eshikni oching deb so'rayapmiz, buyruq beryapmiz iltimos ohangida. Munil yoseyo, eshikni oching degani. Palda sotmoq, igoril paseyo, buni soting deb buyruq beramiz. Mandilda tayyorlamoq, kimchiril mandiseyo bo'lsa, kimchini tayyorlang. Ko'rdik, 3 ta N, P, S harflari bilan boshlanuvchi grammatik qo'shimchalar qo'shiladigan bo'lsa, bunday fe'llarga R tushib qoladi. Tushundik-a? Demak, bu R bilan tugaydigan noto'g'ri fe'llarimizni tushundik degan umiddaman. Rahmat, sog' bo'linglar.